Roblox, lekin bugun biz mana shu ko'rib turgan barcha yovuz qahramonlardan qochishimiz kerak. Tayyor bo'lsanglar, biz boshladik. Xo'p, do'stlar, biz qanaqadir qamoqxonada ekanmiz. Bu qamoqxonada voy, bular qaranglar, ikkita robot qo'riqlayapti atrofni. Itlari ham bor, mashinalari ham bor. Hey, zo'ro bular, ha? Xullas, bugun biz mana shu qamoqxonadan qochib ketishimiz kerak, do'stlar. Xo'p, bu tarafda nima bor ekan? Bu tarafdan har doimgidek o'zimiz yo'l orqali qochishimiz kerak ekan. Okey. Voy, bu g'alati-ku bu qamoqxona. Xo'p, tashqariga ham chiqib oldik. Do'stlar, eslatib o'taman, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu kanalimizda ham tezroq 100 ming, hattoki 1000 obuna yig'ilishi kerak tezroq. Xullas, biz boshladik. Bular kim? Molar qaranglar, kim bular? Yovuzlarmi bular? Mana pizzachi-ku, pizzachi bu yerda nima qilyapti? Xullas, qani endi qayerga borishimiz kerak? Xo'p, tugmani bosyapti. Okey, tugmani bossa yo'l ochilar ekan. Oyog'imiz osti tushib ketmaydimi? Yo'q, yaxshiyamki tushib ketmas ekan, do'stlar. Xo'p, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Shu qamoqxonadan sizlar ham qochganmisizlar yoki yo'qmi? Agar yoki qochgan bo'larmidinglar? Agar sizlarga ham shu xarita nomi kerak bo'lsa, kommentariyaga xarita kerak deb yozib qoldiringlar. Xo'p, nima bo'lsa bo'ldi, biz moyir. O, kelyapti. Tugmani bos. Qoch. O'zi yetib oldi bizga. Uni qaranglar, orqamizda yuribdi. Shunda orqamizda. Qoch. Qo'ylayapti bizlarni, qo'ylayapti. Yetolmasligi kerak. Yetolmadimi? Ha. Chiqasanmi? Yo'q, chiqmasa kerak endi bu yerga. Men kuching nima qilar ekan? Kuching menimcha bizga tegmasa kerak. Menimcha tegmaydi, do'stlar. Esnaman o'tib oldik bu yerdan. Agar sizlar ham mana qo'shilib o'ynashni yoki druzyalar olinishni xohlasanglar, shunchaki kommentariyada druzya nikilar yozib qoldiringlar va videoga like bosib, kanalga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak, do'stlar. Xo'p, o'tiribdilar sasib. Xullas, pastga tushishimiz kerak ekan. Okey, pastga tushamiz. Pastda bizlar nima kutib turibdi ekan? Okey, qani chuqurlikda bizlar g'or. G'alati g'or ekan. Menimcha oddiy g'or. Xo'p, boyagi politsiyachilar qayerda ekan? Men shularni qidiryaptim. Menimcha bizga tegmasa kerak, yovuz. Ulkan pizzachi, menimcha pizzachi ham bor bu o'yinda. Do'stlar, qayerdadir yuribdi. Uni ham topamiz hozir. Ungacha sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sezayotgan bo'lsanglar, juda ham ko'p obuna va like so'rayaptim. Chunki bizga bu juda ham kerak. Bundan ham ko'proq videolar chiqishi uchun. Agar sizlar bundan ham ko'proq videolar ko'rish xohlasanglar, shunchaki obuna bo'linglar. Xo'p, qani bunga o'tib olamanmi? Ulguramanmi yo'qmi? Bo'ldi, ulgurdim. Yaxshi, keyin kutamiz va ikkinchisiga kirmaymiz, birdaniga oxirgisiga o'tib ketamiz. Chunki vaqti juda ham ko'p ekan. Bu tushadimi yo'qmi? Tushar ekan. Ziyif ketib oldiga chiqmoqchi bo'ladim, ha. Yaxshi, bunisiga kirmaymiz. Narigisiga prямо o'tib ketaveramiz, chunki vaqt juda ham ko'p. Birinchisidan oxirgisiga o'tsak ham menimcha ulgurardik hozirgacha. Xo'p, tepaga naron orqali chiqamiz. Tepada bizlar moy yaramas kutib turibdi. Robot politsiyachi. Qoch, robot politsiyasidan qoch. Tegma menga, tegma. Qani tugmani bos. Qoch. Bu yoqqa qanday qochamiz? Xo'p, bunda aylantiramiz-da, aylantirib olib ketamiz bu yerdan. Yetib olmaydimi? Yetib olmaydi. Menga hayotda yetib olmaysan. Ke, orqamdan yugur. Qorningni ko'tar. Qorningni ko'tar. Jahli ham chiqib qo'ydi. O'sha bu robot politsiyachilar bizga yeta olmaydi. Robotlar. Robot militsiyalar. Bu kim? Monkey, qalaysan Monkey? Bu ham menga tega olmaydi. Easy. Xo'p, tepada bizlar nima kutib turibdi? Okey, tepaga chiqqanimizda sizlar videoga like bosinglar va kommentariyada nicklar yozib ketishni unutmanglar. Do'stlar, kimning nicki chiroyli ekan, o'sha nickga qarab druzya olishim ham mumkin. Xo'p, bu yerda nimalar bor? Yana tezlik. Tezlik sizlarga ham yoqadimi, do'stlar? Tezkor o'tish bu yo'laylardan. Menga rosa ham yoqadi. Sizlar ham shu xaritani o'ynab necha marta o'tgansizlar, necha marta yutqizgansizlar? Kommentariyada yozinglar fikringizni. Xo'p, biz bittada o'tib ketaman. Ishoninglar, bittada yiqilmayman. Oppa, shu paytda menimcha hali yiqilmadim, to'g'rimi? Sanab turganlar bormi? Yiqilmaganimmi? 26 ta checkpoint. Biz o'sha 46% ni o'tdik xaritani. Xo'p, agar sizlarga ham shu xarita kerak bo'lsa, kommentariyada xarita kerak deb yozinglar yoki men xaritaning nomini kommentariyaga yozib qo'ygan bo'laman allaqachon. Xo'p, qani qayerga boramiz? O'ngga, chapga, o'ngga. Bu xonaga kirish kerakmi? Bu xonaga kirib, albatta mana bu narvonni olib ketishimiz kerak. Xo'p, narvonni olamiz. Qayerga boramiz endi? Chiqadigan joy bo'lishi kerak shu yerdan.
Xo'p, bu nima? Ha, bu menimcha tashqarida aylanma gaplashish uchun. Stopda. Qalaysan, kirisa? Kalamush bor ekan. Voy, bu mendan ikkita kelar ekan kattaligi. Eshik ochib o'yni, ochib bo'lmasganda. O'ynaymizmi kalamush? Gindishtin. Robocop. Okay, robot politsiyachi. Mayli, xo'p, tepaga chiqar ekanmiz. Qani? Eshik och. Xo'p, okay. Chiq tepaga, qayerga ketyapting? Okay. O, narvaga ilindik bir amallab. Yaxshi, tepaga chiqamiz. Xo'p, bu yerda nima bor ekan? Voy, yiqilma. Men bu videoni umuman yiqilmasdan o'tmoqchiman. Agar yiqilmasdan o'ta olsam, videoga bitta like bosib qo'yasizlar, do'stlar, albatta. Kommentariyada albatta Mezos legenda deb yozib ketinglar. Menga bunaqa parkurlardan o'tish hech narsa bo'lmay qoldi, juda ham oson. Bunaqa parkurlar men uchun yaralgandek, xuddiki. Qani, opa, yaxshi, yiqilmasdan o'tamiz. Umuman yiqilish biz uchun yiroq. Yiqilsam albatta yomon bo'ladi. Yaxshi. Bir marta ham o'lganim yo'q shu paytgacha. Endi xatga mana bu qizil tugmani bosish kerak. Okay, buni bosamiz. Ikkinchi xatda, ikkinchi adashmasam pastda edi. Xo'p, pastga mashinadan tushsak bo'ladi. Opa, yaxshi. Xo'p, buni ham buraymiz. Va oxirgisi bu tarafda edi. Yaxshi, mana shu oxirgisini ham bosib olsak bo'ldi. Eson-omon bu yerdan qutulib chiqib ketamiz. Maslahat sizlarga ham moddan betga qarab sakramanglar, o'ta olmaysizlar, harakat qilmanglar. Tinchgina bu tarafdan aylanib o'tganinglar yaxshi. Xo'p, endi tepaga chiqamiz. O'zimni o'ldirib yuborib, tezroq tepaga chiqsam bo'lardi, lekin men bu videoda o'lmasdan o'tgim kelyapti. Bir marta ham o'lmaslikka harakat qilaman. Tilimni ham chiqib ketdi. Xo'p. Ortdagi gazlar to'xtatdik, boyagi tugmalarni aylantirib, endi eson-omon tepalikka chiqib olsayda. Qani, opa, yaxshi. Eson-omon o'tib oldik. Endi diqqatga, tepagami? Yaxshi, qizil belgilar bo'ylab yuraveramiz. O'zi bizga yo'l ko'rsatib turibdi. Tekin sovg'a olmaymizmi? Tekin sovg'amiz bor ekan bizlarga. Bizda pistolet bor. Qani, kelinglar. Tishinglar qani, oyog'imiz ostida tishik bo'lish kerak edi. Menimcha bular tishiklari olib tashagan. Mayli, hech qisi yo'q. Izi o'tib ketamiz bu yerdan ham. Okay. Tishik bo'lmagani ham mazza ekan. Sakrab o'tib ketaverar ekanmiz. Sakramasak ham bo'ladi. Xo'p, atrofda o'yinchilar yo'q. Men otgim kelyapti bu o'yinchilar bo'lsa mazza qilib. Xo'p, qayerga borishimiz kerak? Tepagami? Okay, tushunarli. Bu tarafga chiqishimiz kerak ekan va pastga tushamiz. Xo'p, bizlarni yo'lda juda ham xavfli narsalar kutib turibdi. Nima desanglar, video mana o'sha keldi. O'ynayapti bu. O'qim ta'sir qilmaydimi? Mayli. Bo'ldi. Otdagi qurolni olishim kerak ekan. Bu qurol bunga ta'sir qilmas ekan, bechara. Okay, men o'zimizga qurolni olaylik. Super qurol bor-ku. Qani, kel. G'alati tovush chiqyaptimi? Uni qo'sh qizmi? Sen erkak politsiyachisan. Nima qila olasan? Joyimda turib ham urishaman sen bilan. Kel. Portlab ketdi bechara. Yaxshi, robot politsiyachini bemalol o'tdik. Albatta o'sha gap kommentariyada Mezos kepkasi deb yozinglar yoki Mezos legenda deb yozinglar. Xo'p, select bottom nima degani? Xohlagan tugmani bosaylik. Voy, kechiringlar meni. Voy, buni bu o'lishga kirmaydi. Bu-chi chalg'itishga kerak, o'rtadan bosish kerak ekan. Qattan bilib o'rtadan bosish kerakligini do'stlar. Xo'p. Lazerlardan eson-omon o'tib ketamiz. Juda ham oson lazerlardan o'tish men uchun. Adashib bir marta o'lib qoldik videoda, endi bir marta emas, ikki marta tasodifan bo'ldi. Do'stlar, bu nima deydi? Menga bog'liq emas. Bu o'zi o'lib qoldi personaj. Sal qonikanmi, nozirov personajga yo kasal bo'lib qolganmi, baksga o'xshab. Xo'p. Endi qayerga o'tamiz? Xo'p, bu joylardan bizga tepalar taxta kerak emas. Bu yerdan taxtasidan ham sakrab o'tib ketsak bo'ladi. Opa, ana bo'ldi, easy-ku. Endi qayerga borish? Shvetmay turadi, bormayman men. Har doim. Baribir boraman-ku do'stlar, nimaga urib oldingiz? Baribir borishimiz kerak. Okay, ketdik. Qani ichi kirib o'ynaylik. Voy, tegmay, nima san menga tegasan-a? Men qo'lingni sindiraman hozir. Davay ke. Men bitta qo'ling ketdi san becharani. Otma, yaramas. Men yaxshi odamman. Yaxshi, ikkinchi qo'lim ham sinyapti o'sha. Sindi hisob. Sindimi? Sindi. Nima keladi qo'lingdan? Nima keladi? Nima qila olasan sen? Hech narsa qila olmaysan. Hech narsa.
Seni qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Xo'p, mashinaga o'tiramiz va bu qamoqxonadan qochib ketamiz. Okey, davay, gazni bos. Ketdi biza. Bu qamoqxona biz uchun emas, bizga ozodlik kerak. Ozodlik havosi qanday yaxshi do'stlar. Men Mahmud 426-qamoqdan easy qochib ketdim. Juda ham oson. Xo'p, okey, yo'l ko'rsatkichlar bor ekan, yo'l ko'rsatkichlar orqali yurib boramiz. Tepaga chiqishimiz kerakmi? Da, do'stlar, tepaga chiqib ketishimiz kerak biza. Oddiy politsiyachidan qochdik, robot politsiyachidan qochdik. Pokoyo'dan ham qochdik politsiyachi bugun. Davay do'stlar, yana kimdan qochaylik? Bunaqa oson qochishlar banday qochadigan odam bo'lmasa kerak bu yerda. Yana kimdan qochaylik? Yozib ketinglar kommentariyada. Bilsanglar, kimdan qochaylik? Qanaqa xaritalar bor? Aytgan xaritalarni albatta o'ynab ko'ramiz. Okey, o'tdik, yaxshi o'tib ketyaptim-ku, juda ham oson. Xo'p, eslatib o'taman do'stlar, bizlar yana bitta YouTube kanalimiz bor, asosiy Mezos Roblox degan YouTube kanali. Kirib obuna bo'lib qo'yinglar, unda hamchi zo'r videolar chiqishni boshlaydi. Eng zo'rlari chiqadi bu kanalda ham. Voy. Haligi anaqada men mavtda qolib ketdim-da, Osilmagan joyimizga qaranglar. Yomma do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz vertolyot ostiga yashirinib ketyaptik. Xullas, video qisqa qolgan bo'lsa, biz keyingi videoga ketdik do'stlar. Do'stlar, buni qaranglar. Maktabda qamalib o'tirib biza hozir bugungi video davomida mana shu maktabdan qochishimiz kerak. Okey, maktabning kattaligini o'zi ketdik, mana maktabdan qochishni boshladik. Xo'p, pastda qanaqadir qizil narsalar bor ekan, tushsak o'lamizmi? Da, o'lar ekanmiz. Boshda kelamiz har doimgidek yana. Bizga boshdan kelish juda ham oson-ku. Hoppa, yaxshi, easy. Bu tegimizda qizil narsa bilmadim-ku, lekin yaxshi narsa emas ekan. Tushsak o'lar ekanmiz, do'stlar. Yo'q, atrofda nimalar bor? Atrofda g'alati narsalar. Xo'p, qayerga o'tishimiz kerak? Buni orasidan, bo'ldi, tushunarli. Orasida yo'l bor ekan. Sakrashimiz uchun yaxshi, easy o'tib ketamiz, do'stlar. Do'stlar, eslatib o'taman, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Atigi bizga 1000 tagina obunachi to'plab bersanglar, zo'r ish bo'lgan bo'lardi. Xo'p, bu taraflarda nimalar bor? Maktabning ichi juda ham katta ekan. Biz qanaqadir xonadamiz. Bu qaysi xona? Bu informatik xonasi, do'stlar. Kompyuterlar qaranglar, hamma yoqda kompyuterlar. Kompyuterlar yaxshi ekan, bizlar eski yana o'ldim. Piratskiy kompyuterlardan ko'ra yaxshi ekan. Xo'p. Qani, oppa. Sizlar maktabingizda qanaqa kompyuterlar bor? Yozib ketinglar kommentariyada o'z fikringizni. Keyin bu xaritani o'ynab ko'rganmisizlar, yo'qmi? Sizlarga yoqqanmi? Agar shu xarita kerak bo'lsa, kommentariyada xarita kerak deb yozsanglar, esimdan chiqib qolmasa javob yozib qo'yaman. Xo'p, bu tarafda bizlar uchirg'ichlar, qalamlar, bizda 61 ta spam point olishimiz kerak ekan. Hozir biz 10 tasini oldik va qanaqa qilib? Stop, men qalam ustiga sakradim-ku. Lekin qaysi qalam ustiga sakrash kerak? Qayerdadir ishora bormi? Qaysi qalamga sakrash bo'yicha? Bironta belgi bo'lishi kerak-ku. Kelinglar o'ng tarafdagi. Yo'q, o'ng tarafdagi ham xato. Yo'q, qaysi biriga sakrash kerak? Nimaga? Qayerdan belgilab qo'yiladimi? Chap tarafdagi qalam haqiqiy ekan. Xo'p, buni qayerdan bilsak bo'ladi? Nimadandir bilish yo'li bo'lishi kerak-ku. Qalamlar nimasidir bormi nosozligi? Kelinglar o'rtadagisi. Topaman-a, bittani topdim oxiri. Ha, do'stlar, xo'p. Bu yo'q. O'tmasdan turib ham kirib ketsak bo'lar ekan-ku bu tarafga. Mayli. Yo'q, qanaqa qilib qizilga tegib ketdim. Bu iloji yo'q joylarda ham tegib ketaman shu qizilga. Mayli, xo'p. Yana bir marta kiramiz havo almashtirish quvuriga. Bu tarafdan qizil bor, qizilga ehtiyotkorlik bilan o'tamiz. Maksima. Yana qizil. Oppa, yaxshi, o'tib oldik. Yo'q, o'sha kanalizatsiyaga yetib keldik. Do'stlar, agar sizlarga videolarim yoqayotgan va bundan ham ko'proq videolar chiqishini xohlasanglar, kanalga obuna bo'ling va videoga like bosib, videoni oxiridan ko'rsanglar, bugun maktabning oxirida boyaga o'xshachaman biriga bir battle bo'ladi. Men bosh suvga tushmadim-ku. Qanaqa qilib o'lib ketdim? Bilmadim. Oppa, easy. Bittadan o'tib ketaman-ku. Bunaqa joylardan. Tegib ketdimi? Yo'q, tegmabman, qo'yil, men tegib ketdim. Stop, o'tga kirdingmi? Butdan o'tdingmi? Farqi nimada buni? To'xtanglar, men tushunib olay. Butga nima kiramiz? Mayli, birinchi bu tarafga borib ko'raylik-chi. Nimadir bo'lish kerakki, bizga shu tarafga yo'l ko'rsatyapti. Qaysi xonaga? Bu tarafga nima?
taraf nima ekan? Bu yerda nima bor? Xo'p, masjidga boraveramiz. Menimcha mana yo'l ko'rsatkich bizga qayerda ko'rsatyapti. Boyaga joyga borsa nima bo'lardi? Bu yoqqa nimaga keldik? Bilmadim, lekin do'stlar qanaqadir g'alati, juda ham g'alati joylar ekan. Xo'p, o'zimizni asosiy yo'limizdan yuraveraylikchi, boyaga yoqqa borib ko'rsam bo'lar ekan. Nimadir bo'lish kerak edi u tarafda ham. Xo'p, endi qayerga borishimiz kerak? Taxta soxta ekan. Yo, bular qanaqa qiladi? Soxta taxta qo'yib qo'yish. Ikkinchi marta tushib ketdim shu soxta taxtaga. Xo'p, bu taxta haqiqiymi? Haqiqiy ekan. Yaxshi. Endi stullar orasidan o'tishimiz kerak. Boshlang'ich sinflari stoli-ku do'stlar bular. Xo'p, bu nima? Nima bu? Oyog'imiz tegdi. Nimaligini bilmadim, lekin maktablarda bor narsaga o'xshyapti. Lazerlar. Lazerlarga tushib ketmasdan ehtiyotkorlik bilan o'tamiz. Bugungi video davomida umuman tushib ketmaslikka harakat qilaman bu taraflarga. Okey, sekin-sekinlik bilan, sekin, asta. Opa, o'tib oldik. Yaxshi. Xo'p. Уже 22 ta sahraniyani oldik. Xo'p, endi bu jismoniy zal ekan do'stlar bu. Shug'ullanish uchun. Vo, zo'r narsalar bor ekan-ku bu yerda. Bittada o'tamiz do'stlar, bittada easy. Xo'p, bu tepaga chiqib, nargisiga shundoq sakraganimiz yaxshi ekan. Qani, oppa. Pastga tushib o'tirmaymiz-da, shundoq sakrab o'tib ketamiz u tarafga. Juda ham tezlikda. Vaqt tejashimiz shunaqa narsa chiqmasa-da, vaqt tejashimiz kerak. Xo'p, endi qaysi yo'l to'g'ri? Mashina o'tamiz. Xo'p, to'g'ri boraverib. Yo'q! Qaltayapti bizarra. Hech bo'lmasa belgi qo'yib qo'y, shuni bosmadigan. Qaysi? O'ng yoki chap? O'ng yoki chap? Bittasi soxta do'stlar. Tanlaylar. Kommentariyada yozib qoldiringlar. O'ngga yoki chapga? Kim to'g'ri topsa priz. Davay, o'ngga yoki chapga? Kelinglar o'ng taraf. Boy, topdim o'ng tarafga. Yaxshi tanlov qilaman men do'stlar, nima deyapsizlar? Xo'p, qizil yo'lga tushib ketmasligimiz kerak. Pastga boy. Jismoniy zaldan ham chiqib oldik. Bu aniq ekan, koridor ekan. Koridordan ehtiyotkorlik bilan koridorni suv bosibdi o'sha. Okey, kitoblar bizga yordam berdi suvdan o'tishimizga. 28-chi spawn point yetib keldik. Bizda 60 bitta va oxirida ulkan boss bilan jang bo'ladi. Xo'p, bu tasvir san'at va mehnat xonasi menimcha, adashmoqgan bo'lsam, chunki hamma yoqda yasama narsalar, qog'ozlar va rangli kraskalar. Menimcha to'g'ri topdim do'stlar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? To'g'rimi ekan? Xo'p, pastda nima bor? Pastimizda tushib ketsak ularmikan bizlar? Mavni ichiga tushsak ularmikan bizlar yoki? Nima? Pastga tushsak o'lishimizni bilib oldik. Okey. Mavni ichiga tushsak o'lmasganmiz. Yaxshi. Easy-ku bunaqa joylardan o'tish. Sizlar ham bemalol o'tsanglar kerak, to'g'rimi do'stlar? Telefonda o'ynaydiganlar bormi bu o'yinni? O'ynaydiganlar bo'lsa kommentariyada yozib ketinglar. Bu o'yinlardan qanchalik tez o'tsizlar? Sizlarga ham osonmi yo qiyinmi? Xo'p, qani? Opa! Agar sizlarga ham shu xarita kerak bo'lsa, kommentariyaga xarita kerak deb yozib qo'yinglar. Bo'ldi. Keyin. Hop, yana koridorga o'tib oldik. Koridordan bittada o'tamiz. Umuman yiqilmaslikka harakat qilishimiz kerak maksimalga. Hop. Hoppa! Biz qayerdamiz? Biz menimcha kutubxona bu. Chunki modda kutubxonadagi kitoblar bor ekan. Lekin kutubxonadagi javonlar bor, lekin kam-ku bular. Kutubxonada juda ko'p bo'ladi. Sizlar ham kutubxonalarda juda ko'p narsalar bormi? Qanaqa qilib tushib ketdim? Tushib ketish mumkin emas bo'lgan joylardan tushib ketyaptimmi? Nima bo'pti o'zi menga? Xo'p, tushmaslikka harakat qilamiz maksimalni. Okey, o'tib oldik. Yaxshi. Kutubxonadan ham o'tib ketishamiz. Easy o'tamiz bu tarafdan. Qalamlar. Qalamlardan o'tib oldik eson-omon. Endi bu nima? Nima bu? Qanaqadir kublarga nima bor kutubxonada? Hop. Opa. Yaxshi, keyingi xona. Yana sinfxonaga qaytib qoldikmi? Bu qaysi sinfxona endi? Yo, kalt kerak ekan bizga. Bizga kalt kerak. Kalt qayerdan topamiz? Kalt qayerda bor? Kalit qayerda? Kalt topishimiz kerak hozir birinchi o'rinda bizlar. Kalt. Mana. Okey. Tugmani bossak ochilar ekan bizga kalt emas, tugmani bosishimiz kerak ekan. Qaychilar. Qanaqa qilib tegmadim-ku men qaychiga.
Yo'q, shunchalik ham tez bunaqa o'ldirish iloji yo'q. Ah! Yo'q, qanaqa qilib? Qaychi o'rtada biza tем более mo yashilga tegsam o'ylab. Yo'q! Safe zona mashi ekan, ha. Men buni safe zona deb o'ylamadim. Qaychi shu yashildan yuribdi deb o'yladim, do'stlar. Ha, endi tushundim. Men kalkulyator. Voy, endi kalkulyatorga tegsak o'lar ekanmiz. Endi narsalarga tegmasdan yurishimiz kerak ekan. Tegsak o'lib ketar ekanmiz. Xo'p, qalamga tegmaymiz. Hamma yoqda lineykalarga ham tegmaslikka harakat qilamiz. Endi ol spawn pointni. Olay! Oldi. Xo'p, qizilga tegsak o'lamizmi? Menimcha da. Qizilga tegsak o'lib ketamiz. Tegmasdan bitirib o'tamiz. Xo'p, endi qayerdamiz? Endi oshxonaga ham yetib keldik. Maktabni ajoyib oshxonalaridan biri. Tega lekin hamma yoq yam-yashil o't bo'yotibdi. Mayli, pichoq. Bosil. Hey, bosil tugma. Spawn point kelib 50 marta sakrash kerakmi deyman-da. Pichoqqa tegib ketsa nima bo'ladi? Ha, pichoqqa tegsa o'lamiz menimcha. Okey. Voy, ustiga turib qolman. Kep shuncha joyda turib nimaga ustiga turibdim men buni? Xo'p, qani? Men yonmachasiga o'taylik. Voy. Tom ketyapti o'yinchim nimagadir. Bosh aylanyaptimi? Xo'p, bitta-bittalab o'tamiz unda. Maksimalni o'lmaslikka harakat qilishimiz kerak, do'stlar. Xo'p, ochil sim. Keyingisi bitta-bittalab o'tmasak, keyingisiga o'tib ketishimiz. Yo, men bosdim-ku. Qanaqa qilib nima bu? Bor bu yerda qanaqadir bug bormi? Nimaga o'lib ketyaptim men? Xo'p, endi sekin astalayman. Men shoshilyaptim. Ozgina shoshilishyapti-da. Shoshilmaylik do'stlar, qattiq shoshilyaptik. O'yinni tugatamiz-da. Qaqqa shoshilsizlar. Sizlar ham mazax ko'rib o'tiribsizlar-ku, to'g'rimi? Like bosib qo'yinglar agar mazax ko'rib o'tirgan bo'lsanglar. Yoki obuna bo'linglar. Obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan ham ko'proq kontentlar chiqishiga katta yordam bergan bo'lardinglar. Tomchi suvga tegib ketdi. Suvga tegib ham o'lish mumkinmi? Oddiy suv bo'lsa, qanaqa qilib o'lib ketadi bu suvga tegib? Xo'p, qani? Yaxshi, keyingi spawn point. Ol spawnni. Olay! Oldi. Yaxshi. Xo'p, tovalar, hot dog, bu nima? Ichimlik qanaqadir sok bo'lsa kerak. Xo'p, yana koridorga chiqib oldik. Endi bu qanaqa xona? Teacher bor ekan, xavfli deyapti. Bosil spawn point, bosil hech bo'lmasa. Bosildi. O'qituvchi bor ekan. Ofis kirsa nima bor? Ofis kirib bo'lmaydi. O'qituvchi bor deyapti. Qayerda o'qituvchi bor? Okey, o'qituvchini topsam. Voy, kelyapti. Voy, leneka ko'tarib kelyapti o'qituvchi. Voy, qoch. Ketdi. To'g'riga boramiz. Kelyaptimi hali ham? Quvlang, keling. Ha, keling. Ha, domla keling. Ustoz keling. Davay, ey. Ustoz bo'lsangiz u sizga menga hech narsa qila olmaysiz. Davay, keling. Ha, keling. Qaqqa kelasiz? Kela olmaydi bu ustoz, bizga yeta olmaydi. Hayotda yeta olmagan. Easy qochib ketamiz buni ustozlardan. Xo'p. Qanaqadir u kimdir inshosimi deyman tegimizda. Ha. Uje biz menimcha adabiyot xonasi bu do'stlar, adabiyot darsini xonasida. Yoki ona tili. Bilmadim. Taxminlar yozib ketinglar o'zingizlar ham. Matematika emasmi ish qilib? Matematika emas bu menimcha, qani? Qog'ozga tegsak o'lar ekanmiz. Qattan bilaman men bu yerga tegmaslik kerakligini. Okey. Ehtiyotkorlik. Menimcha matematika xonasi chunki chizig'ishlar bor ekan. Boshqa fanlarda menimcha uncha chizig'ich kerak bo'lmaydi. Xo'p, mayli, tepaga chiqaveramiz. Moliga tegsam ham aniq o'laman. Men oldindan taxmin qilishni boshladim bu o'yinni. Boy narsaga tegsang ham o'lib qolaverar ekansan. Shundan o'lmotdingmi? Shukr qil. Agar o'lish xohladingmi, istagan narsangga tegib ko'r. O'yinda qoidasi shunaqami deyman. Xo'p, tashqariga chiqar ekanmiz. Yana tashqariga chiqdik. Koridordan nimaga sakramadi o'yinchimi? Nimaga sakramadi? 56 ta keldik. Bizda atigi 5 tagina qoldi. Okey. Mana o'sha 57 ta. Bizda atigi 4 tagina qoldi. 4 ta spawn point ketsa zo'r ish bo'ladi. Bu boss fighter bo'ladi, do'stlar. Ko'chaga ham chiqib oldik-ku, nihoyat. Yaxshi, maktab bog'i. Endi maktabdan chiqib ketsak bo'ldi. Bir amallab ichkaridan tashqariga chiqa oldik maktab hovlisiga. 59 ta, yana 2 ta qoldi. Voy, bu yoq qiyin ancha. Hop, chiq.
Yiqilma, yiqilma. Uka, yiqilma. Tigimiz lava o'lib ketamiz, bittada o'lamiz. Xo'p. Qizil, sariq, ko'k. Qaysiridan yurishimiz kerak? Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Tanlaylar. Birinchisi qizil, sariq yoki ko'k. Ketdi sariq. Va xato ekan. Boshqa iloj yo'q, o'lmasdan o'tib bo'lmaydi do'stlar. Bironta belgi yo'qda, chunki bu tarafda mashina o'tasan, keyin bunga o'tasan degan. Xo'p, ketdik ko'kdan. Yo, ikkinchisi ham xato. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Xo'p. Ketdik qizil. Qizil to'g'ri yo'l ekan. Xo'p, sariq endi. Boy, sariq topdim. Qizil yoki ko'k. Ketdi ko'k. Qaraqlar. Mayli. Xo'p, qizil, sariq, ketdi qizil yana. Boy, topaman-ku. Yutdik. Yutdik. Do'stlar, yutdik. O'yinning oxirgi Minecraftdagi Lucky Blockga yetib keldik. Boy, bemalol yutib qo'ydik-ku bu o'yinni, do'stlar. Xo'p, do'stlar, video qisqa bo'lib qolganligi uchun biz yana bitta xarid o'ynashga qaror qildim. Ketdi.